Ünalğılık çögün. Koydum ha? Şefu, yaxşıtırıvatamsiz. Mənmi yaxşıtırıvatımən. Vaqt nemi degen tez ötken. O yerden ayrılğınımgım yarım yıl boptu. Mən hazır Braziliyanın en dağlıq naxşısını sizge əvətdim. Ben Braziliyaga ko'chib ketgan bir qiz saboqdoshim bilan Ünalgı lentasi orqali aloqalashayapman. O çokum lenta. Onun ovozi yanılı şundaq yaqinlikken. Bu bosu nemi degen yaxshi. Onun ovozini anglamoqla uzun bo'pti. Qandaq? Qolayliqmikan? Onu bana berip dursanız bolamdı. Mağımı berip dur. Mo'ngimi berib tur. Bizning uyda Ünalgı yo'q. Uni akasam baribir foydasi yo'q. Meni Ünalgı eppa davatamsan, uni nima qilasan? Uni nima qilasiz davatamsiz? Unimi deyish ketamdi. Albatta ovoz olaman-da, oppa. Bundaq yo'qolan ishlarni o'ylamay tez kirib topshirig'ingni ishla. Topshirig'ingni ishlab bo'lamsan, sirtqa chiqishga ruxsat yo'q, anladingmi? Opamga bek ish bo'ldi. Opam meni ko'sla dars o'rgan deydi. Har kun anglaverib ish bo'lib ketdim. Xuddi Ünalgıga o'xshash. Ünalgı? Ünalgım bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Bu nima? Ünalgım bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Bu mening ovozim-ku. Bu zada qanday qilishading-dang, ha? Bayam qisi Ünalgı çögün, Ünalgıga ilvagan ovozing. Bu çegin bek qiziqarliqkan. Men buni boshqalarga ko'rsatib, ularni bir hayron qoldiray. Topshiriqingni ishlab bo'ldingmi? Kechda ishlasam bo'ladi-ku. Nimishqa hozir ishlayman? Ha, to'g'ri. Men topshiriqni ishlab bo'lgandan keyin o'ynaga chiqaman. Men topshiriqni astoydil ishlayman. Men topshiriq ishlashga bek amroq. Ham bek tez ishlayman. Hey, tezdan topshiriqni ishlayvitay. Ha, Shodindong, sen har necha minutda birini etildirib at. Men chiqib ketdim amsa. Xayr xo'sh. Cho'qimdoshim, bu balaniza. Men topshiriq ishlab bo'lgandan keyin o'ynaga chiqaman. Men topshiriqni astoydil ishlayman. Men topshiriq ishlashga bek amroq. Topshiriq ishlash bek ko'ngillik. Dashon bek gapanglaydi. Yeydigan tatliq turim tayyorlab beray. Men tezdan topshiriqni ishlayvitay. Bu bodak bek eskiken. O Ünalgı lentisini özür ekitip tek çekip Bu vermedi. bodak Ünalgı lentisini bulab eketdi. Kuboda kendini o'zgartmabdi. Doim shundoq eski ish qiladi. Hozir hammamiz Kubodakning yomon gapini qilaylik. Men Kubodak bir shahzoda, bir shahzoda. Qancha anglasam ovozi bek ta'sirlikkan. Men Kubodak Qastirma. bir shahzoda, men bir shahzoda. Kubodak bek eski. Kim o? Kim o? Ha, kimsan? Kim o? Hech kim yo'q-ku. Nima do'kib shorchilar bu? Hey! Kubodak bek eski. Hey! Kubodak buloqchi. Kalisi ishlamaydi. Hey! Kalisi ishlamaydi. Bu bir zo'ravon. Hey! Meni tillig'in qaysing? Chapdan bu yoqqa chiqish. Chapdan chiqa. Qaysing bu yoqqa chiqa. Qaysing? Chiqa. Qaysing? Chiqa. Nima qilyapsan? Joyni doim mushunda qolaymi qilsa? Apa, chunki
Daşon muşundaq qildimi? Apa, o bana bek yalvarıp durvaqaşqı bu işini qilgan kechiring. Men Daşonni hargiz kechirmayman. Ah, bek ko'ngillik bo'ldi. Men qaytib keldim. Ha, shodinda? Daşon opamning achchig'i kelyotdi. Ha, endi qanday qilaman, ha? Mening sen yanini baldiroq bilan yanini yo'q, men kelmayman, qo'rqaman, yo'q. Tezkirga bunday qilib yursan bo'lmaydi. Keltirmasang texmi chataq chiqdi. Daşon, bu yoqqa kir. Kechiring. Meni kechiring. Ishkinchunda qilmayman. O'tinib qolay. Kechiring. Sizga yuzkilanmayman. Endi unday qilmayman. Opa, u sizdan kechirim so'ragandan keyin uni kechirib o'tdan bo'lamdi. Men xato qildim. Meni kechiring. Opam dunyodagi eng yaxshi ayol. Meni kechiring. Kechiring. Qarang. Qo'nchoq o'ynash. Daşon tezroq bo'l. Kechirgin, men to'pni topolmay shunga ayol qoldim. Ko'pchilikning hammasi yig'ilib bo'ldi. Daşon, to'xtab tur. Sen topshirdigan ish bor. Bu yoqqa kela. Biroq hozir bizning muhim ishimiz bor. Shomi bilan birga o'ynanglar. Aka, keling, birga o'ynaylik. Buni men uyimda makkagan. Qo'nchoq. Biz degan o'g'il bola. To'g'ri. Uni o'ynasak sat turdi. Uning bilan cho'qin birga o'ynaysizlar. Aka, men tayyorlab bo'ldim. Qo'nchoqlarni keling. Bu qo'nchoqni sizga beray. Agar boshqalar ko'rib qolsa, Chataq bo'ladi. Hey, Daşon, sen tayyor bo'lmadingmi? agar ular ko'rib qolsa, bek chatoq bo'ladi. Ishkinglar u yerga berib nima ish qilyapsizlar? U yerda o'ynag'ili bo'lmaydi. Tez qaytib kelinglar, tez. Tez bo'linglar. Bu qo'nchoqlar bilan tanishib olinglar. Nima degan kulkilik? Men boshqalarni chaqirib kelay. Ularni ko'rib boqsin. Chatoq bo'ldim, qizimlar. Ishqinglar nima ishqa Shomi bilan birga o'ynamaysizlar? Biroq Yo'q-ku. Boyi texim musha dedi. ularning qo'nchoq o'ynagan oldini bek ko'gim bor. Hey Daşon, bu yoqqa chiqa, men ko'rib boqay. Bizni qachonga saqlatsan? Endi qanday qilamiz? To'g'ri, heliqi narsani ishiltayli. Shomi, tez berib qo'nchoqlarni akiling. Mana bu narsa. Bu nima? U iskelet mashina odam. Buni qo'nchoqning ichiga kirgizib qo'ysak, qo'nchoqlar o'zligidan harakat qiladi, ham o'zi o'ynaydi. Ha, qo'nchoqlar o'zi mangdi. Pek yaxshi bo'ldi. Ular nima chiqmaydi hamdi. Ular chiqqanda men chaqiray. Sizlarni o'zim saqlatib qo'ydim. Sen degandek emaskan-ku. Sizlar ishqinglar, nima ishqa qo'nchoqni o'ynayvermadinglar? Nim davotsan, bizning qo'nchoq o'ynashimiz mumkinmi? Qani kelinglar, ko'pchilik tomoq yeyinglar. Bunda qo'pollik qilmang. Bizga yaxshi muomala qilmasangiz, siz bilan birga o'ynamaymiz. Garchi biz o'zimiz erkin harakat qila olsakmi, lekin o'ynaydiganga o'yinchiq akamabdimiz. Eng oddiysi uyimizmi yo'q-ki? Karvat bilan kiyimimiz yo'q. Menga ustal bilan televizor kerak. Qarang, hech nima yo'q. Bizga tayyorlab bersangiz bo'pti-ki. Hammamiz yig'ilib bo'lgandan keyin maydonga berib o'ynaylik. Qandoq? To'xtanglar. Aka, qo'nchoqqa bir uy lozim ekan. Qo'nchoq yana televizor, karvat, ustal tayyorlab bering.
Qo'nchoq sizdan mush narsani so'rayotdim-da. Bo'ldi jig'limam. Bo'ldi. Biz amal topaylik, ha? To'g'ri, amal topaylik. Kechirgin, men ishiltib olay. Uni ariyat elib nima ish qilasiz, Toshim? Berib turing bulamda, ularni cho'qim qaytirib beraman. Bunay yetamdi, Toshim. Toshim mushlam o'ynaydi ekan. Bularni men o'ynamayman. Endi rozi bo'la. Ular bilan obdan chiqishib o'tdi. Menga chiroyli uy bu. Hamma narsa tayyor bo'pti. Yeydigan narsalarni tayyorlabdi. Kelinglar, hammamiz birga o'tirib tamoq yeylik. Ma'qul. Men bilan birga o'ynasanglar bo'lamdi. Lekin biz hozir tamoq yeyapmiz. Endi tamoq yeb bo'lgandan keyin o'ynaylik. Kechiring, hozir kech bo'lib ketdi, biz uxlaymiz. Nima degan zerikishlik? Tong etibdi. Yuringlar, birga aylanib kelaylik. Men sizlar bilan birga o'ynag'ili boraman. Agar qo'nchoq o'ynagingiz bo'lsa, men sizga berib turay. Lekin sizlar qo'nchoq tursanglar. Agar buzilmaydigan qo'nchoq tepib kelalisangiz, biz siz bilan birga o'ynaylik, bo'lamdi? Biz ketdik. To'xtab turinglar. To'xtanglar deyman. To'xtanglar. Kayningga tur! Kayningga tur! Kayningga Hay, esi tutib oldiganga ozliq qolgandim. Mana top. Men aka. Beshingiz og'ridimi? Bu degan o'g'il bola uchun qanchalik kishi edi, ha? Aka, bu yoqqa keling, ha? Yana boramdi. Haydasho, nega borasan? Sen saqlab turinglar, men hozirlik kelaman. Nimanda chiqib bo'lmaydiganda? Ablang! Oy qarag'ida uningga nimanda kulkili qara. G'alita kunlik. Muborak bo'lsin, o'zingizdan tozalik qilsan. Diqqat qil, bo'lmas begim yomg'ir yig'ib qolmasin. Sen tozalagan bo'lsan, qar yaqqan bo'lardi. Kampit paket. Kampit? Cho'qim men uni shu yerga sepib qo'yib unutib qolgan. Buni men topgandan keyin mening bo'ladi. Mundoq qilaylik. Men sehrgarlik qilay, agar topa olsang, u sening bo'lsin. Qanday? Sehrgarlik qila olamsan? Agar topolmasang, u mening bo'ladi. Yaxshi. Obdan qara, kampit mening qo'limda. Uni kaynimga qildim. Endi qo'limga oldim. Yana kaynimga qildim. Endi kampitni sirtib tashladim. G'alati. Qara, yo'qolib ketibdimi? U cho'qim mush yerda. O'rnidan tura. Bo'ladi. Qara mana. Yo'q-ku. U hargizmi derizdan tushib ketmaydi. Kampit qayaga tushgandi? Yomg'ir yog'di, havo tutildi. Tazimi bir. Nimishqa? Oyey, tuyuqsizli yomg'ir yog'digandi deyman. Oyey, to'g'ri. Dadasidan qaytib keladigan vaqti bo'ldi. U o'lib ketadigan bo'ldi. Tashing, tezdan avtobus bekatiga berib kelgin. Tezroq bo'lay. Dadam kelib qolmasin yana. Jinshon, kunligingiz yo'qmi? Tashu. Tuyuqsiz yomg'ir yig'ib ketgachki men uyimga qaytib ketamayotman. Shundoqmi? Amiz kunligimni sizga beray. Buni eling. Biroq siz dadangizning oldiga bormoqchi edingiz-ku. Hech qisi yo'q. Dadam ikkimiz bir kunlikni ishlasak bo'ladi-ku. Undaq bo'lsa tuzib qilmadim. Sizga ko'p rahmat, Tashu. Bu degan kichik ish.
Endi tezroq mangay. Hey, Dadamning keldigan vaqti bo'lib qoldi. Daşım, külligini bana bir ya. Yo'q, buni bersam bo'lmaydi. Acaba sen külligini Cinşan'a bir dikelsen bana vermemsen, ha? Oy, yo'q, men undaq demoqchi emas. Ondan bolsa eken külligini. Ha, yo'q, bo'lmaydi. He. Kunlikni yeb kelsam bo'lmaydi. Endi dadamning oldiga borolmaydigan bo'ldim. Vay. Ha, dadısıma? O texi bağmaptımı? O çıkıp ketkili xeyli uzun bo'ldi. Birdan saqlab turamsiz, ha? Nima, daşı onu texi beketga berib bulanmaptımı? Dadısı beketde onu saqlab etipti. O yana boshqa yerlarga ketmagandu. Men berib qarab baqay. Yo'lda ehtiyot qilgin. Kunlik oldingmi? Kunlik? Albatta aldım. Bu odam izlash kunligi. Mush istirilkaning yo'linishi bo'yicha bansamni topalayman. Bu tarafga. Topdim. Daşın sana nim bo'ldi? Ha, shodingdoq, ko'nglim bek yerim bo'layotdi. Xubodek O senin kunligingni elib olibdi. Sana amal yo'q. Hey, ket bulamaydı o. Daşım neymiş kılıvatkandı. Dada kechiring, kechikib qoldik. Nimandak astı kelisile, bek ensirep kettim. Bana kelgen külligin lakini. Sizga kunlik lozim bo'lsa, menda jiq. Bu bek galit iken. Bu maxsus qarshi ilishga ishlatiladigan kunlik. ha, nima degan chiroyli. Bundak bolsa men kandak yol mağamen. Amsi boshqasini ishlating. Xuddi balla ishildigan kunlik o'xshaydi ekan. Mayli, ish qilib uyga berib olsamni bo'ldi. Bu muzikalik kunlik. Bu kunlikni ko'tarib yo'lda mansam, cho'qim hamma odam man qaraydi. Senda odat tikisi yo'qmi? Mushundoq kunliklar bek qiziqarli bo'ladi. Buning hech qanday narsasi yo'q. Nima degan egir? Bu qo'g'ishindan yasalgan kunlik. Maxsus egirlikni ko'tarish uchun yasalgan. Yeni gereki yo'qmi? Ba, nayt yaxshi kunlikdan birisi bor. Shaparon kunlik. Qanday yenik ekan bo'ladi. Meni churvat, voy meni churvat, voy jon. Dadam xo'sh bo'lmagandek qiladi-ku. Uni qutuldirib olaylik. Dadam zabnay ketgandi. Au yedikan. Tez bu yaz kilala, ben bu yerde kutulduruyorlar. Shaparon kunlik Bu meni uçup gitti. bizdan past bu kunlikdan Hayatın kayıt olduğum dep bilgan. kunlik dada. Küllük acı. Buni ben siz uchun keldik. Shilshaq. Bu musallarimiz bitdi. Bolu ben işilte işles. Bu bizni ko'pirib berdi.